taoloning kitobidan bitta harf o'qiydigan bo'lsa, unga bitta hasanat bo'ladi, bitta yaxshilik yoziladi. Bir harf o'qiydigan bo'lsa, bitta yaxshilik yoziladi. Va ana shu yaxshilikni 10 baravargacha Alloh taolo ziyoda qilib beradi. Bitta nomi Qur'on o'qigan yaxshilik, lekin savobini ko'radigan bo'lsa 10 marotaba ziyoda qilib beradi. Rasulimiz so'zlari davom etib, alif lam mimni men harf demayman. Alif lam mim o'qiymiz, nimadan keyin Fotihadan keyin keladigan Baqara surasining boshida yoki alif lam mimdan boshlanadigan 6 ta yo 5 ta sura bor. Alif lam mim o'zini harf demayman deyaptilar payg'ambarimiz. Alif harf, mim harf, lom harf va mim harfdir deyaptilar. Shuni o'ziga 30 barobar ajr. 30 ta savob emas, 30 barobar ajr. Hasanot bor, lekin 30 barobar ajr. 3 ta harfini o'ziga qancha harf o'qish mumkin bir kunda? Agar namozxonlar bo'lsa 5 vaqt namoz ichida qancha o'qib oladi? Fotiha surasida bor. Fotiha surasi